Salom, salom aziz kuzatuvchilarim, qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Bugun ko'plab ayollarni va shu jumladan ular qatori meni ham doim qiynab keladigan problemalardan bittasi bu yuzga ugri chiqishi. Aynan ana shu ugri chiqishidan oldin men aslida bu ishni qilishim kerak edi, lekin erinchoqlik qildim, yoqmadi qilish. Ana endi shu ishni qilamiz. Ya'ni tabletka ichamiz. O'zimga doimiy ravishda parhez tutib boraman, lekin 1-2 kun ozgina o'sha narsalar esimdan chiqqanligi sababli darrov yuzimga ugri chiqishni boshladi. Biram ko'p. Men vesim hozir 60 kilo bo'lganligi sababli 6 dona ichaman. Xuddi opo'g'aydan keyin Mox kampirga o'xshab qoldim. O'zi bu dorini har kuni ertalab och qoringa veska qarab, har 10 kilo veska bir tabletkadan oshirgan holatda ichish kerak. Bu organizmni polni allergik reaksiya beradigan ozuqalardan tozalab, yuzga keyin mana bunaqa nojo'ya ta'siridan kelib chiqadigan ugrilarni chiqishini oldini oladi. Ana endi yarim soatdan keyin ovqat yeymiz. Ungacha qolgan ishlarimni qilib turaman. Hammaga rahmat, hammaga yaxshi kayfiyat.